Salom jonlarim. Men yana Biyunikdaman. Ishim juda ham ko'p bo'ldi. Bunaqa paytda 100 hamkorim Biyunikdan najot izlayman. Hozir shartda yotaman, yangilikni otaman sizga. Biyunik nafaqat yuzni yaxshilash uchun, balki ayollarning sharoitini yaxshilash uchun ham zo'r biznes g'oyalar tayyorlashibdi. Hozir shu haqda bilib, men opamni ham qo'shib qo'ydim bu narsaga. Hozir aytib beraman. Bu shunchaki markaz emas, hozirda 12 ta viloyatga tinimsiz dilerstvalarni ochayotgan katta baza hisoblanyapti va yangilik ham shu haqda. Va meni shokka tushirgan narsa, bu markazga diler bo'lgan har bir diler dunyo bo'yicha sayohat qilish huquqiga ega bo'ladi va birinchi tur Turkiyaga bo'lyapti. Eng dahshati meni ham olib ketishyapti. Menikilar orasidan krem va kosmetika biznesiga qiziqadiganlar uchun alohida 10 ta joy olib qo'ydim. Endi kremlarni olamiz. Mani nomimdan dunyo bo'yicha sayohatni bepul amalga oshirmoqchi bo'lganlar, mana shu firma bilan turma-tur go'zal onlarni birga o'tkazmoqchi bo'lganlar, yuzini va hayotini yaxshilamoqchi bo'lganlar tezroq yozing. 10 ta joy tez to'lib qoladi. Mani aytsangiz, boshqacha kutib olishadi sizni. Yana ko'rishamiz. Biyunik mani hamkorim, shuning uchun bemalol ishonsangiz bo'ladi.